Dasturimiz davom etadi. Xalqaro salomatlik kuni munosabati bilan respublikamiz bo'ylab salomatlik sayllari davom etmoqda. Mazkur tadbirning navbatdagisi Zomin tumani Pishag'or mahallasida bo'lib o'tdi. Pishag'or qishlog'ida joylashgan 15-sonli oilaviy poliklinika Obod qishloq dasturi doirasida qayta ta'mirlanib, zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlandi. Bugungi kunda poliklinika qariyb 24 ming nafardan ziyod qishloq aholisiga beminnat xizmat ko'rsatib keladi. Barcha xizmatlar esa bepul amalga oshiriladi. UZI, rentgen, ekokardiogramma kabi apparatlar orqali bemorlarga aniq tashxislar qo'yib kelinyapti. Endilikda poliklinikada 8 nafar shifokor, 49 nafar o'rta tibbiyot xodimlari, 25 nafar patronaj hamshiralar munosib sharoitlarda mehnat qilmoqda. Vrachlarimiz hammasi yetarli. Ilgari tumanlarga borardik, qiyinchilik ancha tug'ilardi. Hozirgi kunda mana qishlog'imizda vrachlar ham yaxshi, kelgan bemorlar o'ziga yarasha shifo topayapti. Hozirgi kunda qishlog'imiz xalqi mamnun mana shunda 24 ming aholi yashaydiganimiz hammasi shu o'zimizning qishlog'imizga kelib, shu yerdan yordamini ko'rsatib, hammasi yaxshi foydalanib turibdi. Men Pishag'or qishlog'idan, Xon qishlog'idan keldim. Mana shu yerda tibbiy ko'rik bo'lyapti ekan, hamshiralarimiz, patronaj hamshiralarimiz bizlarni mana shu yerga taklif qilishdi. Bu yerda men o'zimizga kerakli endokrinolog ko'rigidan o'tdim, ginekolog ko'rigidan o'tdim, okulist ko'riklari hammasidan o'tib, yaxshi maslahatlar oldik, yaxshi berishdi. Albatta, bugun tibbiyot sohasidagi islohotlar birinchi galda chekka hududlarni qamrab olyapti. Birgina ayni kunlarda viloyatimiz bo'ylab davom etayotgan salomatlik sayllari oyligi ham poliklinikada uyushqoqlik bilan tashkil etildi. Respublika ixtisoslashtirilgan tibbiy markazlarining malakali shifokorlari, shuningdek viloyat tibbiy muassasalarining yetuk mutaxassislari aholini tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Tadbir doirasida oilaviy poliklinikada ro'yxatda turgan bemorlar, ijtimoiy yordamga muhtoj fuqarolar, yoshi ulug' keksalar, yosh bolali onalar va ularning farzandlari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikka jalb qilindi. Salomatlik saylida 19 ta mutaxassis Toshkentdan kelgan, tuzli markazlardan yetakchi mutaxassislar jalb etilgan. Endi tadbir doirasida tumanda mavjud oilaviy poliklinikalarga ro'yxatda turgan bemorlar, yoshi ulug' keksalarga alohida e'tibor bilan tibbiy ko'riklar o'tkazilmoqda. Endi e'tiborligi salomatlik sayllari aksiyasi bevosita xonadonlarga ham kirib bormoqda. Ya'ni mahalla bay va xonadon bay yurilib xastalik sabab tushakka yotib qolgan bemorlar ham o'z uylarida tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Rejada muvofiq 26-aprelgacha qadar davom etadi. Tekshiruv natijasida surunkali kasalligi aniqlangan bemorlarga davolanishlari uchun yo'llanmalar berildi. 9 nafar bemorlarda operatsiya qilinishi belgilandi. Salomatlik sayllari viloyatimiz bo'ylab davom etmoqda.